yaxshi. Yaxshi. Uxladimi kechasi? Ha, yaxshi uxladi. Sutini 30 gramm beryapsiz a? Ko'paytirib olmadingizmi? Yo'q. Qani? Qanchasi? Yaxshi. Yasani. Qorni ochdi shekilli. Sutingiz keldimi? Yo'q hali. Normal holat. Mayli, 30 gramm sutidan qilib bering, xo'p? Hali qorni kichkina. Yaxshimi? Aha, yaxshi. Nimadir yordam kerak bo'lsa, biz sho'rtamiz. Xo'p. Mayli. Yaxshi. Davlatova. Yaxshimisiz? O'zi ham rosa qiynaldik-da. Qoningiz kam ekan. Operatsiyani zo'rg'a o'tkazdik. O'zingiz yaxshi sezasizmi? Nima to'xtam opa? Qon bosimingiz joyidami qani? O'g'il tug'dingiz. O'g'il. Qanday o'g'lim? Muhimi, sizni saqlab qoldik. Ozgina sog'lig'ingizni tiklab olsak, keyingi farzandingizni reja qilamiz, xo'p? Muddatidan oldin tug'ilganiga o'lik tug'ildi. Saqlab qololmadik. Nima? Yo'q, hadosiz. O'lik sog'lig'ingizni o'ylashingiz kerak. Yo'q. Mana sharobadan beringlar. Sharobadan beringlar. Tinchlanib juda olib keling. Seni o'zi boshim. Alo. Rustam aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ifora Kelib yaxshimisizlar? qoldingizmi? Aha, xo'p, hozir boryapman. Sizni kutyapmiz. Xo'p. Xo'p. Ana, ada kelyapti, ada. Ada kelyapti, adasi. Ifora! Ifor, Assalomu alaykum. yaxshimisan? Va alaykum assalom. Mitvoyim qanaqa? Uxlab qoldi. Ertaga ertalab keling, ko'rasiz. Ha, xo'p. Derazani yo'q, so'yib qolasizlar. Bo'pti. Iroda,